Anchadan beri mendan aynan shu retseptni so'ragandingiz. Siz uchun ajoyib bo'lgan karamelli xolvatarni tayyorladim. Betakror mazali karamelli xolvatar uchun birinchi bo'lib karamel tayyorlaymiz. 150 gram shakarni to'rga bo'lib ozginadan qo'shib borib o'rta olovda ko'proq aralashtirib eritib olamiz. 100% tabiiy va yuqori sifatli 50 gram saryog'ni qo'shib aralashtirib, saryog' erishi bilan darrov 75 gram sutni olovda yoki mikronovkada yaxshilab qizdirib olib ozginadan qo'shib borib yaxshilab aralashtirib olamiz va yana 30 soniya past olovda aralashtirib qaynatib olsak karamelimiz tayyor. 80 gram yog'da 100 gram unni kapuchino rangidan birozgina to'qroq qilib qovuramiz. Xolotarni rangi to'q chiqish maqsadida bundan ortiq qovursangiz, un kuyib xolotardan taxirmaza kelib qoladi. Xolotarni shokolad rangi karamel bilan chiqadi. 800-900 ml qaynagan suv quyib, kamochkalar ketguncha yaxshilab aralashtirib, 2-3 daqiqa davomida qaynatib, karamelni qo'shib, yana 6-7 daqiqa davomida xolotarni teksturasi kremoobrazniy bo'lib mayin bo'lguncha past olovda tez-tez aralashtirib turib qaynatamiz. Yoqimli ishtaha